Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi davolayotgan bemorimiz L5S1 nuqtada 6 millimetrli grija bilan va umurtqa kanallarida torayish diagnostikasi bilan va lumbo ishalgi, ya'ni oyoqlarga nevrologik asoratlar bilan davolanyaptilar. Asosiy shikoyatlari ko'proq o'sha qo'ymichga og'riq berish va engishganda og'riqning paydo bo'lishidan asosiy shikoyat bilan kelganlar. Harakatlarda ozroq cheklanishlar bor. Akamizning yoshlari hozir mana 99-yilda. Hozir mana bugun bemorimizni deyarli 3-muolajalari deyarli qancha foizga o'zgardi? Bir 80% o'zgardimi? 80% dan oshiqroq o'zgardi. Yaxshi, egilishlar, yurishlar, og'riqlar yo'q, hammasi yaxshi. Joyga keldi, inshaalloh. Joyga keldi, Alloh xolis. Bu holatlarda mana bu kishiga shunaqa muolaja qildikki, nuqtali masaj, ya'ni kitayskiy точечный masaj, bundan tashqari muskullarni bo'shashtiruvchi masajlardan qildik va kinezoterapiya uslublarini va qirsillatib o'sha manualniy terapiya uslublarini qo'shib davoladik. Endi bunaqa holatlarda sizlarda ham shunaqa L5S1 nuqtada shunaqa shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa diagnoz qo'yilgan bo'lsa, kam o'tirishlikni tavsiya qilamiz. Ya'ni L5S1 nuqtada shunaqaki ko'proq o'tirishdan bo'ladigan narsa va birdaniga qaltis harakat oqibatida bo'lib qoladigan grija hisoblanadi. Bu boshqa umurtqa kasallik, boshqa grijalarga nisbatan sal murakkabroq. Chunki u joyda tortish sal qiyinroq bo'lgan nuqta hisoblanadi. Osilsangiz ham o'sha umurtqada cho'zish sal cho'zilishi sal qiyinroq bo'lgan nuqta hisoblanadi. Va u nuqta orqali buyrak va palovoy organlar, ya'ni jinsiy a'zolarning nuqtalari ham mavjud va ichaklarning nervlari o'sha nuqtalardan o'tgan va oyoqdagi boldirning yon qismlaridagi muskullarga yopishgan nerv tolalari o'tgan va tovonga tushadigan nerv tolalari mavjud. Bu kasallikning profilaktikasi hozir aytib o'tganimda kamroq o'tirish, birdaniga qaltis harakat qilmaslik, jismoniy mashqlar, shulardan foydalanib turilsa, bu kasallikka chalinmaysiz. Hozir men bularga точечный masaj, kinezoterapiya uslublarini qo'lladim va endi umurtqalarini qirsillatib qo'yaman. Ya'ni manual terapiya uslublaridan foydalanaman. Nafas oling, chiqaring. Yana chiqaring nafasingizni. Klass, zo'r qirsilladik. Kecha uncha qirsillata olmadik. Bo'sh qo'ying. Hop. Bo'sh qo'ying. Endi. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Endi o'tiring endi aka. Qarab o'tiring. Qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Yelkangizni. Yaxshi. Endi yana bir tavsiyamiz, bu mana grija, mana L5S1 nuqtada akajon, bitta sohada hozir grijangiz bo'lgan bo'lsa, mana hozir mana oldin olib davolab oldingiz. Bu yaxshi. Agar shuni davolanmasa, mana L5S1 nuqtadagi tepasidagi, ya'ni L4 L5 orasidagi tog'ay suyani ezishi mumkin va u yana yillar davomida ezilib bu ham grija bo'lib, 3-siga o'tishi mumkin. Ba'zi holatlarda bizga mana 3 ta, 4 ta, 5 talab grija bitta bo'lib keladi-da. Chunki o'shalar oldindan o'sha mana L5S1 da bo'lgan bo'lsa oldin, keyin uni davolamasdan yana 4 ga o'tgan, 3, 2, 1 umurtqa pog'onalarga o'tib ketib qolgan. Sizni ham tavsiya qilamanki, 1 yilda bir marta mana shunaqa muolajalarni olib turing va profilaktikasi uchun masajlarni, gimnastikalarni qilib turing,
va kamroq o'tirishga harakat qiling. Ha. Sog' bo'ling.